Mening yurtim telekanali yangi yil arafasida muxlislarini xursand qilishda davom etadi. 24-noyabrdan start olgan mega aksiya davomida berilgan shartlarni to'liq bajarib, yuqori ball to'plagan omadli tomoshabinlarimiz har kuni qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishmoqda. Aksiyamizning navbatdagi g'olibi esa qashqadaryolik hamyurtimiz bo'ldi va unga televizor yetkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mening yurtim telekanal tomonidan o'tkazilayotgan mega aksiya omadli tomoshabin aksiyasining navbatdagi g'olibi aniqlandi. Bu galomad Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanilik tomoshabin Sobir Boyto'rayevga kulib boqdi. So'ng boshlarini 24dan 26 deb 16-18dan 18-30gacha dir etib sirli raqamlar kelaverdi. 1 minut ichida yuboraverdik. Oxir mana qarabsizki, kelib turibsiz yana bu yil. Hammalaringizni katta rahmat. 100% tabriklaymiz yangilarga, nima niyatlarga yetsin. O'zlaringizni ham tabriklaymiz oila a'zolarimiz bilan. Hammangizga katta rahmat. Har yili kamida bir marta kelaveringizlar uyimizga. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, aksiya 24-noyabrdan boshlangan bo'lib, 26-dekabrga qadar davom etadi. Tanlov doirasida ishtirokchilarni qimmatbaho sovg'alar kutmoqda. Aksiyaning eng katta mukofoti 50 million so'm pul yutug'i. Mening yurtim telekanalini tomosha qiling, ishtirok eting va omadni qo'ldan boy bermang. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Qashqadaryo.